Termiz qaysi daryo bo'yida joylashgan? Surxondaryo, Amudaryo. Amudaryo, to'g'ri. Uydagilar ko'rmasin-da. Surxondaryolikman. Davlatning asosiy qonuni nima? Konstitutsiya. To'g'ri. O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi kim? Abdulla Oripov. Mutalib qonun. Ma'nosi o'xshash, lekin shakli boshqa so'zlar nima deb ataladi? Sinonim. To'g'ri. Futbolda o'yinchi to'pni o'z darvozasiga urganda, to'g'ri. To'p darvoza chizig'idan o'tsa, u nima deb hisoblanadi? Gol. To'g'ri, gol. O'zbek tili qaysi til oilasiga kiradi? Turkiy tillar oilasiga. To'g'ri. 7 kara 6 nechi? 42. To'g'ri. Quyosh O'g'ri nuri ketadi. yerga yetib kelishi uchun qancha vaqt kerak? 8,2 daqiqa. 8 daqiqa. 8 daqiqa. Dastlabki yozuv qayerda yaratilgan? O'rxun enasi bitiklari esimga keldi faqat. Yani- Misrda adashmasam. Mesopotamiyada. Mesopotamiya. Oh. Ishtirok uchun kattakon rahmat. Qo'l istelikka.